Assalomu alaykum aziz va qadrli obunachilar va yurtdoshlar. Mana bugun sizlarga original bo'lgan Texas fermamizdan 17 ot kuchligini obzorini qo'yamiz. Mana siz xohlagan eng kattalaridan ham chiroq obzorini qilib bering. Ko'pchilik joylarda sotishyapti, qimmat narxlarda olyapmiz. Biz faqat sizlar uchun chiroyli arzonlarni qilib bering deganlar uchun, faqat sizlar uchun chiroyli ishlatib, tekshirib, like, podpiskalarni bosib qo'yasizlar deb umid qilamiz. Xizmatni bitta takrorlaysizlar. Xalqimiz boshladi. Ko'rib turganingizdek 17 ot kuchlik benzinli original Texas fermasiga tegishli 360 graduslik katalogik bemalol ko'rishingiz mumkin. Mana burilishlardan cho'tki mana bir taraf qilsangiz mana bir taraf qilsangiz bir taraf mana bemalol ko'raverasizlar. Burilish jihatlardan aka bloklarni qarangizlar, baquvvatligini ancha yaxshilangan 6.2 balon, 5 qator 10 qator frezer, 192 motor bilan jihozlangan Texas motoblogimiz bo'ladi. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Svetlari ham o'z joyida, ko'p ishlaydi, svetlari ham ko'rtirgan yon mana. Akalar nima deyapti bu? Led faralar. Barcha kimga kerak bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz, kelib xarid qilishingiz mumkin. Yurishlarni ham bir tomosha qilamiz. Zadnihodlarni bir tomosha qilingizlar, birdegincha tushadi, birdegincha bez klassik вообще cho'tki zo'r tushadigan motoblok hisoblanadi. Qani motoblokdan klassi, eng full pozitsiya deydi-ku, 360 graduslik satellitlik variant. Qaranglar, yengil burilish. Burilish yengilgina. Arabalarga qo'yishi bilan yerga ham xuddi shunga 360 gradus burilib aylana oladi. Mabodo shuni arzonlardan kerak bo'lsa, bu 360 emas, menga pulim kamroq deganlar bo'lsa, bundan arzonlardan ham bor. 15-17 lardan. Normal bemalol roq kelishingiz mumkin. Akalar nima deyapti? Texas kultivatorimiz nima deyapti akalar? Bir tomosha qilasizlar. Faralarni, sifatlarini, barcha klassik. Narxini aytib-kem, narxini deganga narxlarini ko'radigan bo'lsak, buni narxlari ataga 8 million so'mga qilib beramiz sizlarga. Faqat kelib bemalol bitta like, bitta podpiskani ko'rsatib kelib olib ketadigan joylaringiz. 6.2 balon, originali, baklariga uyib o'zirgan eng katta full korobkalarda qo'yilgan 360. Nima joylardan akalar buni ko'rsalaringiz 9 million, 8 million, 8 mingga beriladigan ekan, sizlarga 8 million so'mdan. Biz bilasizlar eng arzon va sifatli motoblok sotamiz, kelib bemalol xarid qilishingiz mumkin. Solarkaligi bor deganga, buni solarkaligi bor, 90 gradusligi. Kelib buni olishingiz mumkin. Buni ham 8 million so'mga qilib beramiz. Buni ham bemalol xarid qilishingiz mumkin. Mabodo arzonni ko'rsating deganga, arzoni ham bor. Mana kattalarimizni Aren, Germansk Aren ishlatadiganlar uchun bemalol Aren fermamizga bor 17 talik. 7 million 500 ming aksiyaga qo'yib qo'yganmiz. Bu ham sonlari yerda bir kam qolgan, kelib xarid qilishingiz mumkin. 7 ga 9 chuqur pozitsiyasidan bor. Tak, endi oddiylarimiz esa 15 taligimiz 5 million so'm, 5 million so'm, 5 million so'm, 5 million so'm. Kelib bemalol xarid qilishingiz mumkin. Faqat bitta like, bitta podpiskani bosasiz, kelib xarid qiladigan joylaringiz 7 ot kuchlilari xohlagan turidan. Texadan tortib to hamma turidan bor. Kelib xarid qilishingiz mumkin. Optim bazadan, optim narxlarda. Akalar nima qiziqtirgan bo'lsa, kelib bemalol manzilingizni to'g'ri tushuntirgan. Manzilimiz Toshkent shahri, Ark-Pulov bozori, Ustoz katta trassa. Trassani ko'pchilik tushunmasligi mumkin. Yangiyo'l, Chinoz kelishda Toshkent shahar kiradigan postda yetmay to'g'rida metan zapravka bor. Metan zapravka ro'parasidagi Ark-Pulov bozori. Kirishingizni mana eshikdan kirganingizda birinchi magazin. Kelib bemalol xarid qilishingiz mumkin. Like, podpiskani bosib qo'yishni unutmang, jonlaringiz sog' bo'lsin.